tinchimas blogermisiz? Yo qalami o'tkir, ushlagan joyingiz bo'ladigan jurnalistmisiz? Mansurjon, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi? Hayot yo'lini jurnalistlar bilan topganman deb. Meni eng hurmat qilgan aziz insonlarim jurnalistlar deb maqtanib yurganmisiz? Ketida qalsang bo'ladi. Muhiddinjon, labbi aka, anhor buzmisiz, labal tivimisiz, muloqot timimisiz? Aytganingizmi? Daryomizdan axborot olib, o'zimniki deb chiqarib yuborganmisiz? Mahmudjon aka, labbi buzmisiz, daryo buzmisiz, qalampirmisiz? Aytganingizmi? Prank video ovoli. Ommaga tarqatib sharmanda bo'lib, kunuzga chiqib kechirim so'rab yurganmisiz? Mansurbek, Labbi, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? aytganingizmi? Arzimagan axborotni chiqarib, obunachilar bormi deb o'zingizga xaridor istab yurganmisiz? Muhammad Siddiq, Labbay Mansurjon. mahallamisiz, sevimlimisiz, yo qonaqalmog'isdan yemtimisiz? Aytganingizmi? Aytganingizmi? Chiroyli materiallardan borib, intervyu olaman desam, mikrofonni qo'limdan tortib olib, siz olavering, men ushlab turmasam gapirolmayman deganmisiz? Mahmudjon aka, labbi, millimisiz, sevimlimisiz, mahallamisiz? Aytganingizmi? Do'stlar davrasida ertalabdan salomdasiz. Omon-omonmisiz? Muhiddinjon, labbi, yoshlar kanalimisiz, dunyo kanalimisiz, bolajonmisiz? Aqlvoyman aka. Cho'ponlar hayotidan lavha olaman deb otdan yiqilib tagiga tushganmisiz? Muhiddinjon, Labbi, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? aytganingizmi? Aziz mehmonlar, Muhiddinjon sahnada aska qilyapti deganda, Muhiddinjon chiroyli aska qiladi. Omma hali yosh ochilmagan uncha deganimni bilganmisiz? Mahmudjon, labbay Mansurjon aka. Mahallamisiz, sevimlimisiz va kinoteatrmisiz? Aytganingizmi aka? Qayna kelin mojarosini tugatdik. Endi kelin qayna mojarosini boshlaymiz deganmisiz? Mansurjon aka, O'zbekiston kanalimisiz, o'z reportmisiz, milliyimisiz? Aytganingizmi? Bizda yangi novella tugun yana bugun deganmisiz? Mahmudjon aka, labbi, Navomisiz, Renesansmisiz, Zo'r TVmisiz? Aytganingizmi? Xorijning musiqasiga fonogram bezib qo'yib olib, chet elnikiga og'zingizni qimirlatib o'tirganmisiz? Mansurjon, Muhiddinjon, labbi, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? aytganingizmi? Aziz shinavandalar mendan so'rashib, Mansurbek bilan uzoqdan do'stlar deganda, Mansurbek yaxshi do'stim, diydor shirinda. O'shuning uchun Mansurbekni tez-tez ruxsorini ko'rib turaman deganimni bilganmisiz? Muhiddinjon, labbi aka, milliyimisiz, meni yurtimisiz, O'zbekiston tariximisiz? Aytganingizmi aka? Yarim tungacha jonli muloqot qilsam, uxlamaysizmi deganmisiz? Muhiddinjon, labbi Mansurjon aka. Gulxanmisiz, mushtimmisiz, xalq so'zimisiz? Aytganingizmi? Oltin qalam qanaqa bo'ladi desa, aka oldin olib, keyin ko'rsataman deganmisiz? Mansurjon aka, labbi, xalq so'zimisiz, ishonchmisiz, yangi O'zbekistonmisiz? Aytganingizmi? Oltin qalam menga nasib qilib olganimda, havassiz kelib, joni kelib, bir marta ushlab ko'ray deganmisiz? Siz aziz mehmonlarga yana bir bor yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugungi bayram barchalarimizga muborak bo'lsin.
Aziz hamkor jurnalistlarimizga bir shingil tabassum hadya etib bayram kayfiyatini ulashgan so'z ustalariga minnatdorlik bildiramiz. Rahmat. Ma'lumki, bugungi kunda mamlakat